Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda xorijlik fuqarolar o'zbek so'mini yoqib sigaret tutatgani aks etgan videolar tarqaldi. Tasvirlarda xorijiy davlat fuqarolaridan iborat bo'lgan 3 kishini 2000 so'mlik banknotni olov cho'g'ida yoqib, so'ngra sigaret tutatgani aks etgan. Kadrdagi shaxslar o'z tilida hozir mana shu qizil pulni yoqamiz deb kulib, so'mni cho'g'da yoqqan. Love it. Ular davlat gerbi ramzi aks etgan 2000 so'm qiymatdagi O'zbekiston milliy valyutasini olovga tutgan. Shundan so'ng pul yongan va uning tutuniga sigaret tutatib olishgan hamda o'zaro kulgani ko'rinadi. Oradan ko'p vaqt o'tmay so'mni yoqib tamaki tutatgan shaxslar Toshkent viloyatidagi korxonalardan birida ishlayotgan Xitoy fuqarolari ekani taxmin qilindi. 27 dekabr kuni mazkur holat bo'yicha Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rasmiy izoh berdi. Unga ko'ra, holat Sirdaryo tumanida joylashgan korxonalardan birida xorijlik ishchilar tomonidan sodir etilgani aniqlandi. Sirdaryo viloyati ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan ushbu harakatni sodir etgan shaxslarga nisbatan tushuntirish ishlari olib borildi. Voqea yuzasidan ushbu shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 184-prim 3-moddasiga asosan hujjatlar rasmiylashtirilib, ko'rib chiqish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo tuman sudiga yuborildi. Sud hukmiga ko'ra aybdor shaxslarning har biriga bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravari, ya'ni 41.200.000 so'm jarima jazosi tayinlandi. O'z qilmishidan pushaymonligini bildirib, chet el fuqarolaridan biri O'zbekiston xalqidan uzr so'radi. O'zbekiston valyutasini olib yoqdik. Bu qilgan ishimni noto'g'riligini men anglab yetdim. Butun O'zbekiston xalqidan uzr so'rayman. Ish beruvchi tashkilot tomonidan xorijlik ishchilar bilan tuzilgan mehnat shartnomalari ham bir tomonlama bekor qilingani ma'lum qilindi.